любовь с первого взгляда. Shunaqa bo'lib qoldi, faqat futbolni любовь. O'zi futbol siz uchun shaxsiy jihatdan nima bu? Ishimiz og'ir, ishimiz ko'p. Mana shu futbol orqali ichimga emotsiyalarni chiqarib yuboraman, negativ. Kelsa, qonim ham ko'kragim deydi-ku. Unda hamma narsa Chelsea, bolalarim kiyimlari, haligacha yig'lab yuborim keladi, ko'zimdan yosh chiqib ketadi va shanaqa. So'zlamay aytib bo'lmaydi bu narsa. Birdan yutish boshlagan Chelsea, Atletico Madridni yutgan, Real Madridni yutgan. Finaldan ham ko'proq Real yutgan maza qilganman. Kosmosni kelajagini siz qanday ko'rasiz? Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi deb ana qarayotdim. Keyin 5% dan to'lmasa kerak stadionda o'dim. Borib shokka tushib qoldim. Odam ko'p. Общий ligani rivojlantirsak, odamlar ham ko'proq keladi, liga ham rivojlanadi, komanda ham kuchliroq bo'ladi. Nimaga Instagramda o'z shaxsiy brendingizni yurg'izmaysiz? O'rtalar o'zim yaqin odamlar atrofida ko'proq vaqt ajratganim kelgan, shuning uchun Instagram vaqt ajratmayman, yoqmaydi. Assalomu alaykum, Kosmos kanali obunachilari va bugungi YouTube'dagi ilk videoyimizni boshlovchi men Mohina hamda Safiya va Kosmos asoschisi Shahzod aka. Assalomu alaykum Shahzod aka, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Menimcha qiziqarli intervyu bo'ladi deb o'ylayman. Va alaykum assalom Mohina, rahmat kattagon, xush kelibsiz korxonam Safiyaga. Men ham umiddaman, shu intervyumiz yaxshi o'tadi. Siz tadbirkorsiz, Safiya egasiz, lekin birdan-birga futbol klubi bu g'oyaga qanaqa qilib kelib qoldingiz? O'zi istoriyasi sal kattaroq, sal cho'zib aytib beraman, anaqasi, detalliroq aytib beraman. O'zi bu narsa men uchun ham juda неожиданно bo'lib qoldi. O'zi yoshligimdan qattiq futbolni болельщикman, Chelseaga болельщик qilaman. Futbol meni bu hayotim bir части, juda muhim части. Rosa futbol yaxshi ko'raman, emotsiya yaxshi ko'raman, o'ynash, ko'rish yaxshi ko'raman. Bir o'zan komanda bor, chempionatlar qilamiz Safiyaning ichida. Bir kun biz Umid degan bola ishlaydi. U Kosmos degan anaqa futbolni komanda o'ynaydi oldin, hozir ham o'ynaydi. Instagram pastdan ko'rib turardim, qanaqa komanda ekan deb qarayirdim. Uncha interessatsiya qilmas edim detalni. Keyin bu kun taklif qildi. Shu Kosmos Safiyani o'ynamoqchi komandasi bilan biz shu hamma bolalarni 5000 xodim bo'lsa, ichida eng kuchli odamlar yig'amiz. Ular bilan o'ynaymiz dedi, 11 ga 11. Siz ham o'ynaysiz dedi. Men xo'p dedim. Men 11 ga 11 hech o'ynamaganman, faqat 5 ga 5 o'ynaganman. Keyin bordik. U komandasi bilan o'ynasak, komandasi bilan o'ynadik. Ba'zi 9-1mi, 10-1 yutqizdik. Katta shot bilan. Hamma charchab qoldik, 11 ga 11 tayyormas ekan. Ularning masshtabini ko'rib, videolarni qanaqa olishini, prямой translyatsiya bor edi. Ko'rib yoqib qoldi. Shu masalan, men bilardim, shu komanda qilish katta pul, расход, katta pul. Kichkina komanda ham qilsa bo'lar ekan deb zainteresatsiya qilib qoldim. Keyin o'yin tugagandan keyin Umid ketdi. Umid, davay o'zani komandani qilaylik, Safiyada men sponsorlik qilamiz. Komanda sozdach qilamiz. Umid, yo'q, nima qilamiz? Mana tayyor komanda bor. Egasi bilan gaplashib ko'ring, juda zo'r bola dedi. Keyin Emil bilan ko'rishib gaplashganimda, bo'larki, o'ris tilida aytganda, любовь с первого взгляда. Shunaqa bo'lib qoldi, faqat futbolni любовь. U ham Chelseaga болельщик qilar ekan, tatuirovkalari bor ekan. Gapimiz bir-biriga rosa to'g'ri keldi. Maslahatlashib, men unga ishondim. Shunaqa zo'r anaqa ekan, komanda qilgan ekan, почти расход qilmasdan minimal расход bilan shunaqa kuchli jamoa qilgan ekan. Men hayron qoldim. Emilga ishonib, shu anaqani komandaga 50% dollarni sotib olishga niyat qildim. O'zi futbol siz uchun shaxsiy jihatdan nima? Bu biznesmi yoki hobbimi yoki просто ko'ngilochar narsa? O'zi futbol, по-моему, butun dunyoda biznes bo'la olmaydi. Почти hamma joyda sponsorlar bor, egalar sponsorlik qiladi. Bu uchun men uchun bu hobbi. Men juda yaxshi ko'raman futbolni. No'g'lim aytdim, Chelseaga болельщик qilaman. Har hafta 2 marta o'ynasa, 2 marta обязательно ko'raman. To'yxonada o'tiraman, konsert kuchaman, nima bo'lsa обязательно ko'raman. U nima menga yordam beradi? Futbol, ishimiz og'ir, ishimiz ko'p. Ishchilar bilan ushmaymiz, baqirmaymiz, so'kmaymiz-da. Mana shu futbol orqali men o'zimni anaqa ichimda emotsiyalarni chiqarib yuboraman, negativ. Bir xil boksga anaqa qiladi, bir xil tennis o'ynaydi, bir xil baqiradi. O'shaning uchun men uchun futbol juda muhim. Juda muhim часть. Oilamdagi muhim emas, baland darajada men uchun turadi. Shahzod aka, Chelseaga muxlis ekansiz. Bu jamoaga o'zi qiziqish qanday kelgan va o'zi futbolga necha yoshdan beri qiziqasiz va ko'rib kelasiz? O'zi futbol qachon ko'rish boshlaganman? 2006-yilda chempionat miri bo'lgan, jahon chempionati bo'lgan. Shu payt fransuz tilini o'rganardim. Fransiyaga болельщик qilardim. Fransiyaga болельщик qilganman. Juda yoqib qolgan futbol. Finalda Fransiya Italiya Zenitda final bo'lgan. Judam kalla qo'ygan, chiqib yutqizgan, Fransiyada siqilganman. Keyin tugagan. Keyin yaqin o'rtog'im bor, Manchesterga болельщик qiladi. Kelganman, Jasur degan o'rtog'im. Chempionat tugadi bo'ldi, boshqa futbol bo'lmaydimi deganman. 4 yilda bir marta bo'lamsa, yo'q, chempionatlar ham bor, oddiy mana Premier Liga bor degan. Aytganman, qaysi komanda kuchli? Endi kuchli komanda болельщик qilib keladi shu payt. Ya'ni Chelsea mana chempion bo'ldi, zo'r o'yinchi oldi, Shevchenkodan Balg degan. Shu komanda chempion bo'ladi degan. Ana Chelseaga болельщик qilishim kerak deganman-da. Shu bilan boshlanib ketgan. O'sha paytdan beri hozir aytadi-ku,
kelsa qonim ham ko'k rang deydi-ku. Uyimda hamma narsa Chelsea, bolalarim kiyimlari, o'zim pijamalarim, tapichkalarim, futbolkam, hamma narsa Chelsea. Juda Uyingizdagilar muhim. ham hozir Chelseaga balet qilishadi. Qo'l, конечно, boshqa ilojim yo'q. Oldinda yoshligimda uydagilarni o'g'lingiz bolani настроенияsiga qarashardi-ku, agar biz Chelsea tutsa uyimizda travr bo'lardi. Hammani siqib qo'yardi. Aytishmaganmi boshqa komandaga balet qilaman deb? Yo'q, masalan, bir marta ko'rasiz, yaxshi ko'rib qolasiz, uni xotiningizni yaxshi ko'rib qolasiz-ku, buni qilish qiyin-da, izmingiz qila olmaysiz-da. Bitta butun narsa жизнь-da. Chelsea'ni hamma o'yinlarini kuzatib kelasizmi? Hamma o'yin kuzatib kelman. Yutqizayotgan paytda ham aytaman, zo'r konsertlarga tushsam ham, to'y bo'lsa ham futbol ko'rib o'tiraman. Chelsea chempion bo'lganda qanday hissiyotlar o'tgan sizda? Birinchi marta chempion ligi, biz uchun eng muhim liga chempioni bo'lgan 2012-yilda bo'lgan. Endi tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozirgacha ham ko'rsam o'sha videoni finalda, 10 minutlik bo'ladi, atrez penaltini. Haligacha ham yig'lab yuborim keladi, ko'zimdan yosh chiqib ketadi va shanaqa. So'zlar bilan aytib bo'lmaydi bu narsani. Chelsea 2021-yil Liga Chempionovni yutib olgan. Shu haqida, shu mavsumni qanday kuzatgansiz va siz uchun top urarlar qaysi bo'lgan? 2012-yil men uchun muhimroq bo'lgan. Birinchi marta boshqacha ekan. 2021da ham juda qiziqarli moment bo'lgan. Boshda trener Lampard edi. Keyin yaxshi o'ynamagancha, Liga Chempionatda Lampard olib chiqdi. Yaxshi o'ynamagancha, qishda haydab yuborishgan edi Lampardni. Endi Chelsea legendasi Lampard. Juda siqilib qolgan edim. Shu legendan haydab yuborishdi debdi. Keyin Tuchel keluvdi. Tuchel endi men bilaman, PSJdan bilardim, keyin Borussiyadan bilardim, zo'r trener emas deb o'ylardim. Birinchi o'yin, esimda bor, Wolverhamptonga qarshi o'ynagan, 0-0 o'ynagan. Zo'r o'ynagan Chelsea. Hayron qolgan, trener shunchalik darajasi muhim ekan, shu bitta o'yinni ham o'zgartirib qo'ya olgan komanda deganman. Hech kim ishonmagan Chelseaga. Pastroq o'yinda anaqalarni trener haydab yuborishgan, sezon tabbalaydi уже. Keyin birdan yutish boshlagan Chelsea. Anaqa Atletico Madridni yutgan, Real Madridni yutgan, bu anaqa polfinalda, finalda Manchester Cityga qarshi bo'lgan, Bruno yutgan. O'shani anaqada ko'rganman. Chelsea pub bor, o'sha yerda ko'rganman. Shok uchib qolganman, конечно, kutmagan edim. Anaqa o'yinchilar yosh edi, komanda eng zo'r zizda yo'q edi, Mount edi. Mount bilan Kante edi. Menga finaldan ham ko'proq Real yutgan maza qilganman. Real yutish qiyin-ku baribir anaqa, o'shancha mana maza qilib o'rganman. Endi tuyg'ular zo'r bo'lgan, lekin birinchi martaga emas, lekin baribir zo'r bo'lgan, maza qilib o'rganman. O'shandan keyin hozir Liga Chempionlar tomon bir marta o'ynadik, o'sha 21dan keyin. Chelsea haqida ko'p gaplashib qo'ydik. Endi kosmosga o'tsak. Bu kosmosni kelajagini siz qanday ko'rasiz va shu haqida gapirib bersangiz? Uni oldin media qanaqa turnir o'tsash bilmas edim. Даже olgandan keyin ham Emil bilan gaplashgandan keyin ham to'g'risini aytsam, anaqa qarab, spetsifik qarab o'tirdim, anaqa bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi deb anaqa qarab o'tirdim. Keyin yaqin turnir bo'ldi. Anaqa keyin bizaniki 3-o'ringa anaqa o'ringa o'ynashdi, stadion jarda bo'ldi. O'rtalamga bizga bilet beruvdi, men bordim. Borsam mana 5% ham to'lmasa kerak stadion dedim. Borib shokka tushib qoldim. Odam ko'p, yosh bolalar, ana ko'z yonyapti, ana men kelishyapti-da, anaqam bor edi. Berjigim, kosmosda ishlaygan. Biz shu komandada trenorat qilsak bo'ladi, u deyapti, men uchun vashka anaqa katta anaqa bo'ldi, taassurot. Shokka tushib qoldim, anaqa. Keyin rosa kelajagiga ishondim. O'shani ko'zim yonish boshladi. Birinchi marta ko'zim yondi. Bu media kelajagi bor, shu media ham kuchli komanda, media ham kuchli liga ekan deb. Keyin bolalarim ham bordim. Bolalarimni pastga olib chiqdim, tribunaga olib chiqdim. Bolalarim vashka maza qilib endi часть kompaniya bo'lish boshqacha ekan deb, bolalarim uchun ham boshqacha ekan deb anaqa qildim. O'zim maqsad qo'ydim, buni katta anaqaga olib chiqamiz. Ko'proq keyin ichiga kirishni boshladim, o'rganishni boshladim. Nima o'zi liga, qanaqa komandalar bor. Unwanted Boys degan komanda bor. Juda malatsi komanda. Ular bizani anaqa ko'plarga anaqa berdi, motivatsiya berdi. Shu katta darajaga chiqdi. Anaqa Ispaniyaga ham bor o'ynab keldi, hozir Rossiya ligada o'ynayapti. Boks ham bizda bo'ldi-ku, o'sha boksyorlar ketma-ket chiqib yotibdi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Anaqa Emil bilan ham gaplashdim, planlar qildik, katta planlar etdik. Aslida bizning maqsad faqat kosmos emas, общий ligani rivojlantirsak, odamlar ham ko'proq keladi, liga ham rivojlanadi, komandalar kuchliroq bo'ladi. Konkurensiya bo'lsa, kuchliroq, konkurensiya juda muhim-da biz anaqamizda. Futbolda mana Chelsea ham 2006-yil Abramovich sotib olganda katta konkurensiya qilgan, Premier Lig kuchayib ketgan. Shu anaqa Emil bilan gaplashib, ITVga boringlar, u yoqqa boringlar, davay, kubok bir yil bir marta emas, 2 marta qilinglar, organizator bo'linglar, assotsiatsiya qilinglar, kuchaytiringlar ko'proq. O'zi emas,
butun ligani kuchaytirishga harakat qilaylik deb planlar qildik. Emil bilan xudo xolisa endi mana shu planlarni oshiramiz. Harakatdamiz. Anaqa umiddaman, shu mana shu anaqa kichkina media ham katta narsaga katta narsa bo'lib ketishiga ishonaman. Kosmosni oxirgi transferlardan bittasi bu Vladimir Kozak edi. Agar o'zingiz xohishingiz bo'yicha dunyo miqyosidagi futbolchilardan qay birini olib kelgan bo'lardingiz? Eshitdim yaqinda shu Emil aytdi, shu Vladimir Kozak olib keldi deb bizning komandaga juda xursand bo'ldim. Paxtagorda yomon udarlar bilan anaqa o'sha paytda eng zo'r futbolchilardan bittasi bo'lgan. Endi bu qaysi futbolchi olib keldim desam, endi конечно anaqa Eden Hazard olib kelardim agar endi bu конечно mo'jiza bo'lmasa kerak hech qachon, lekin men imkoniyat bo'lganda Eden Hazard olib kelardim. Nimaga aynan shu futbolchi? U по-моему qobiliyatlari, odamlar anaqalari Messidan ham qolishmaydi. Eng chiroyli o'yin ko'rsatgan futbolchilardan bittasi. Bo'lmayapti zamonaviy tarixda. O'shani o'yinni ko'rib vash maza qilardim-da, vash boshqacha payt edi shu paytlar. Bunaqa futbolchi hozir unaqa ko'rmadim. Neymar bor. Undan keyin o'sha paytda hech kim unaqa futbolchilar yo'q-da. Shunaqa futbolchilar minglab bolельщиклар ko'payadi futbolda. Endi hozir o'zingizni orzungizdagi jamoani tuzib bersangiz. Конечно, hamma futbolchilarim, komandam futbolchilar Chelseadan bo'lardi, Chelsea jamoadan. Bartaga Cheh qo'yardim, o'ng tarafga James qo'yardim, ikkita защитаga sentral защитникlarga Carvalho bilan Terry qo'yardim, chap tarafga Ashley Cole, Ballik bilan Kante qo'yardim, pat napadashi Lampard qo'yardim, o'ng tarafga kamroq o'ynagan bo'lsa ham, lekin mana shu будущий yulduz Palmer qo'yardim, chap tarafga Azar qo'yardim, нападение Drogba qo'yardim. Endi bu jamoani bosh murabbiyi kim bo'lardi? Jose Mourinho bo'lardi. Jose Mourinho payti vash boshqacha edi. Prezident kim bo'lardi? O'zingizmi? Prezident Abramovich qoldirardi. Shaxsdagi shunday o'zi biznesmen bo'lib turib, nimaga Instagramda o'z shaxsiy brendingizni yurg'izmaysiz? Bu savol anaqa juda ko'p marta berishadi. Javob oddiy. Odam o'ziga nima yoqgan narsasini qilish kerak. Menga juda anaqa lishniy vнимание vash yoqmaydi. O'zimni kichkina shu kamroq o'rtoqlarim, kam emas, ko'p o'rtoqlarim bor, o'zim klubim bor. O'sha bilan ko'proq vaqt проводить qilib keladi. Hech kim tug'ilgan kunimga ham kelmayman ishxonaga. Shu lishniy vнимание, lishniy e'tibor xohlamayman. Anaqa mana shunaqa o'zimni o'rtoqlar, o'zim yaqin odamlar atrofida ko'proq vaqt ajratganim kelgan. Shuning uchun Instagram vaqt ajratmayman, yoqmaydi. Bir xil odamlarga aktivniy bo'lish yoqadi, sotsialniy bo'lish yoqadi. Men unajana sotsialniy emasman. O'shaning uchun hech ham o'ylab ko'rmagansiz buni? O'ylab ko'rganman. Hozir biz bu narsaga ukam javob beradi, Bekzod degan ukam. U ham yoqtirmaydi, yurg'izadi. Juda qiynaladi-da, ko'raman-da. O'shaning uchun o'yinni majbur. O'zi aka agar bo'lmaganda qanday siz qilganingizni deydi. O'shaning uchun imni bilmayman, qadratlanib shunaqami, shunaqa to'lganmizmi, shunaqa lishniy anaqa e'tibor yoqmaydi. O'shaning uchun hech kim ko'rmasa, hech kim anaqa qilmasa deb yuramiz. Kelajakdagi planlaringiz haqida Safiyadan va kosmosdan tashqari nimalar bizani kutib turibdi? Endi hamma e'tibor aslida Safiyaga berilgan. Kelajakda o'zim demayman, biz deyman, komandamiz jamoamiz bilan birga katta planlar qo'yganmiz. Mana o'zimizni shu qora ko'zlar bilan shu Safiyani международный brend qilishga, hozir O'zbekiston, Qozog'istonda biz Tojikistonda ochyapmiz, keyin shu qachab SNGga, bizning paytimiz SNGga chiqib, keyin Ближний Vostokka olib chiqib, Safiyani shu международный darajaga olib kelish. Juda muhim bu narsa bizning imni o'zning jamoamiz bilan, tashqari odamlar bilan emas, jamoamizga upor qilib, mana shu narsani международный brend qilish. Oliy maqsadimiz shu. Endi shu oxirida yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Eng katta maslahat men berardim. Birinchidan ko'p narsadan shaxsan qo'rqish kerak emas, tavakkal qilish kerak Allohga, harakat qilish kerak. Qo'rqmasdan ko'plar ko'raman, bu turda biznes boshlaganda mingta risk o'ylaydi, keyin risk qilmasdan biznesni yana boshqa ideyaga o'tib ketaveradi. Biz ham shu paytgacha hech qachon qo'rqmas edik. Nima qilardi? O'xshamadi, mayli. Pul ketsa, lekin anaqa ichimizda olov yo'qolmasin deb harakat qilardik. Qo'rqmaslik kerak, eng muhimi. Ikkinchisi bu mehnat qilish kerak. Hech qachon 16 soat, 20 soat ish 4 soatda qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun mehnat qilib определенный narsaga erishasiz. Biz ham 16 soat, 17 soat, 18 soatlab ishlardik. 8-9 da kelardik, 2-3 da ketardik. Birinchi qizim pashti katta o'tganini ko'rmaganman. Hozir Xudoga shukr, 3-o'g'limni ko'ryapman katta o'tganini.
Shuning uchun mehnat qilish kerak, hech narsadan qo'rqish kerak emas. Anaqa nimadir ideyangiz bormi? Harakat qilishingiz kerak. Birov bilan ishishingiz kerak emas. Birov mingta bahona topadi, что bu narsa o'xshamaydi deb aytishga sizga. Shuning uchun anaqa harakat bilan, olov bilan bosish kerak qo'rqmasdan. Bugungi birinchi intervyuimiz Safiya va Kosmos asoschisi Shaxsdaka bilan bo'ldi. Rahmat tashrif uchun va intervyuimiz zo'r bo'ldi. Rahmat sizga kattakon. Biz ham maza qildik. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.